Oriyelli sizlar bilmagan asl tarixini aytib beraman. Undan oldin bo'lsa menga obuna bo'lib qo'ying. Asar jodugar suv parisini tilini kesib tashlashi bilan boshlanadi. Chunki suv parisi cho'kib ketgan shahzodani qutqarayotgan payti unga oshiq bo'lib qolgandi. Shatlisi jodugar uni qo'liga shisha berib, agar odamga aylansang har bir bosgan qadaming shu shishani bosganchalik og'riq berishini aytdi. Keyin bo'lsa suv parisining dumi yorilib ketib, uni o'rniga inson oyoqlari paydo bo'la boshladi. Har bir qadami, har bir raqsi azobga aylandi, ammo buni hech kim tushunmas, hech kim bilmas. Ammo oxir-oqibat shahzoda boshqa malikani tanladi va unga uylanishga qaror qildi. O'sha kuni kechqurun suv parisini oldiga uni opalari kal holatda keldi. Nega deganda ular sochlarini jodugarga pichoq evaziga sotishgandi. Uni qo'liga pichoq berib, "Ma bu bilan shahzodani o'ldir. Uni qoni oyog'ingga teggani bilan yana sen suv parisiga aylanasan. Aks holda sen ertalabgacha vafot etasan" deb aytishadi. Suv parisini shahzodani o'ldirish uchun bittagina harakati kifoya edi, lekin u bunga unamadi va o'zini ham, pichoqni ham shunchaki suvga uloqtirdi. U abadiy dengiz ko'pigiga aylandi. Bu shunchaki bir sevib qolgan qizning hikoyasi edi. U o'z ovozidan ayrildi, chida bo'lmas oyoq og'rig'iga rozi bo'ldi. Birovning hayoti evaziga o'zini hayotini ham barbod qildi. Lekin buni evaziga u shunchaki sevilmaslik va o'limni tanladi. San'atga ham tugadi. Sizlarga bo'lsa xayr, keyingi faktlarga ko'rishguncha kommentariyada nimani kutayotganini yozib ketinglar. Bye bye.